Türkiye televiziyasidan Sharq Turkiston masalasi. Türkiye TRT Ovoz kanalida Faxriy Solak tarafidan hazırlanıp, her shanba kuni qo'yilayotgan Turkiston kun tartibi programmasining bu qatimliqi 8 ayning 11 kuni soat 16 dan 50 da boshlanib, 17 dan 30 gacha TRT Ovoz televiziya kanalida qo'yildi. Bu qatimqi Turkiston kun tartibi programmasining bu haftalik bosh mavzusi Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati 4 yildan buyon o'tkazib kelayotgan Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'inlari haqida suhbat elib berildi. Programmaga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Germaniyadagi Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti raisi Olimjon Muhammad va Sharq Turkiston munbiri bosh kotibi va ma'rif jamiyati muavin raisi Abdul Ahad Ar qatorliqlar qatnashdi. Qarindoshlarning programma tafsilotini to'rimizning aloqador bo'limidan ko'rib olishini qarshi olamiz. Çünkü mezun olduktan sonra bizim Doğu Türkistan'da şansımız yok. Birçok arkadaşlarımız döndükten sonra sahne atıldı. Biz o yüzden dönme şansımız olmadığı için Türkiye'ye gelmeye mecbur olduk. Ondan sonra burada Doğu Türkistan Marif Derneği'nde aldım deneden beri. O dernekte genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı anda Hür Doğu Türkistan platform genel sekreter olarak görev yapıyorum. Evet. Mujahid Qashqarli yana Türk televiziyasida. Türkiyadagi ko'plagan televiziya kanallarida jonliq she'rlari bilan dong chiqargan kichik cho'lpon Mujahid Qashqarli Ramazon munosabati bilan Turkiyadagi Do'st televiziya kanalining taklifiga asosan saharlar va suhurlar programmasiga qatnashdi. Bu programma 8 ayning 14 kuni suhur vaqtida Do'st televiziya kanalida naq maydondan tarqatilgan bo'lib, bu programmaga cho'lponimiz Mujahid Qashqarli dongliq shoir Najib Fozilning Sakarya nomli she'rini jonliq deklamatsiya qilib qizg'in olqishga erishdi. Uningga texmi zo'r utuqlarni tilaymiz. Anne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıklı hüküm sürüyor beni şad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Şana meftun, şana kilitli. Beddua eden Rahimin kucağındasın. Dünyalar gölgelerinin. İrandagi yer tavlashda 306 odam qazo qildi. Xabar qilinishicha, İran Sahiyya ministri 8 ayning 13 kuni bayonot e'lon qilib, hozirga qadar Sharqiy Ozarbayjon o'lkasida yuz bergan yer tavlashda 306 odamning qazo qilganligini, 3037 odamning yordar bo'lganligini bildirgan. İran parlamenti turbatida e'lon qilingan bir dokladda eng yangi sonliq ma'lumotni ta'minlagan. 12 avgust e'lon qilingan sonliq ma'lumotda 250 odam qazo qildi, 1380 odam yordar bo'ldi deyilgan. Ammo 13 avgust bu son yengilib 306 odam qazo qilgan, 3037 odam yordar bo'lgan. İranning shimolidagi Sharqiy Ozarbayjon o'lkasida 11 avgust 2 qatim 6 baldan yuqori yer tavrab, nurg'un odamlarning o'lishi va yordar bo'lishi kelib chiqdi. İran hökuməti növbətdə axtırıb qutquzishni to'xtatgan bo'lib, butun kuchi bilan afat ommasiga yordam bergan. Bu qadimgi yer tavlash ofati xalqaro jamiyatning keng diqqatini tortgan bo'lib, Amerika, Rossiya, Germaniya, Yaponiya qatorliq davlatlar hamda BDT İrandagi ofatga ta'ziya bildirgan hamda yordam berishni xohlaydiganligini aytgan. Saudiya Arabiston Ironga hujum qilish uchun o'z havo tavalligidan o'tgan Isroiliya aeroplanlarini etib tushirayotganligini bildirdi. Arab axborot to'rining xabarida deyilishicha, Saudiya Arabistoni Amerikaning yuqori darajali amaldori orqali Isroiliyaga tahdid uchuri yetkazgan bo'lib, Saudiya Arabiston havo tavalligidan Ironga qarab uchgan har qanday Isroiliya aeroplanini etib tushirayotganligini aytgan. Amerika bilan Isroiliya Ironning uran qo'yildirish harakatini to'sash uchun İranға qoral kuchi bilan zarba berishni o'ylashadiganligini bildirgan edi. Saudiya Arabiston havo tavalligidan o'tadigan bo'shliq yo'li Isroiliya axborot tarmoqlari ko'rsatgan Isroiliya havo armiyasi Ironga zarba berishda ishlatadigan 4 tarmoq havo yo'lining biri. Egilnishicha, Saudiya Arabiston Amerikada yasalgan kurashchi aeroplan va dalilligi yuqori havo mudofaa sistemasi bilan qurollangan.
Amerika New York vaqt gazetida deyilishicha, agar Isroiliya Iranning yadro aslihasiga qurolliq zarba bermoqchi bo'lsa, oz deganda 100 dona urush aeroplanini ishga silishi kerak ekan. Urush aeroplanlari Ironga yetib berish uchun Isroiliya bilan dushmanlashayotgan davlatlarning havo bo'shlig'ida 1600 kilometr uchishi kerak. Qozog'iston quramiga yetgan barliq avomni harbiy mashqlantirdi. Rossiya axborot to'rining 8-9 kundagi xabariga asoslanganda, Qozog'iston hukumatı 8-9 kuni hukumat farmoni e'lon qilgan bo'lib, umumiy xalq harbiy mashq planini tuzib, quramiga yetgan barliq avomni harbiy mashqlantirmoqchi bo'lgan. Hukumat farmonida umumiy xalq harbiy mashq planining maqsadi avomni davlat mudofaa harakatiga qatnashishga jalb qilib, kutilmagan voqealarga zarur tayyorlik ko'rib, harbiy holat farmoni e'lon qilinganda qurolli kuchlarni qurish uchun deyilgan. Hukumat farmoniga asoslanganda Qozog'istondagi 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan barliq er fuqarolar hamda 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayol fuqarolar, bolasi yo'q yoki bolasi 10 yoshga to'lganlarning hammasi chuqum harbiy mashqqa qatnashishi kerak ekan. Harbiy mashqning vaqti 25 soat bo'lib, harbiy mashqlantiruvchilarning xizmat, o'g'inish va o'ltiraq yerda o'rinlashtirildi ekan. Turkiya, Amerika Suriyada uchishni cheklash rayonini ta'sis qilishni o'ylashyapti. Suriya qo'zg'olonchilarining o'zi kontrol qilayotgan rayonda uchishni cheklash rayonini ta'sis qilishni talab qilishi masalasiga qarata Amerika tashqi ishlar ministri Hillary yo'lga qo'yishga bo'ladigan tanlash ekanligini bildirgan. Amerika bilan Turkiya Suriya qo'zg'olonchilariga Bashar Asadni og'dirib tashlashiga yordam berishda uchishni cheklash rayonini ta'sis qilishni o'z ichiga olgan barliq tirishchanliklarni ko'rsatganligini bildirgan. Turkiyada ziyorati bo'lgan Amerika tashqi ishlar ministri Hillaryning deyishicha, Amerika hukumatı chunqur tadqiq va tahlil qilgandan keyin qaror chiqaradi ekan. Hillary 8-11 kuni Istanbulga berib, Turkiya rahbarlari bilan harakat plani, Suriya qo'zg'olonchilarini qo'llashni kuchaytirish, Bashar Asad hokimiyatini og'dirib tashlashni tiziltish masalalarida kengashdi. Hillary Turkiya tashqi ishlar ministri Ahmet Davutoğlu bilan suhbat o'tkazgandan keyin muxbirlar yig'inida Suriya qo'zg'olonchilarining to'polonini tezroq oxirlashtirishiga yordam berish uchun biz intayin atrofliq bo'lgan harakat planini tuzyapmiz degan. Hillaryning deyishicha, Amerika oldi bilan Suriya qo'zg'olonchilarini qo'llashni kuchaytirib, ularga axborot, aloqa uskunasi hamda mablag' jihatda yordam qildi ekan. Muxbir Amerikaning Suriya qo'zg'olonchilari kontrol qilayotgan rayonda uchishni cheklash rayonini ta'sis qiladigan qilmaydiganligini so'raganda, Hillary yo'lga qo'yishga bo'ladigan tanlash ekanligini bildirgan. Hillary muxbirga, siz so'ragan savol dalman ministr Davuto'g'li bilan chunqur mulohaza qilishga tegishli masala degan. Shu kuni Hillary yana Istanbulda Suriya qo'zg'olonchilari bilan suhbat o'tkazgan. 8-11 kuni kechda Suriya va Iordaniya armiyasi ikki davlat chegarasida to'qnashgan. Bu Suriya ichki Tayvan Amerikadan F-16C/D urush aeroplani setib olishga davomli urinmoqda. Tayvan vaqtgesining xabariga asoslanganda, Tayvan armiyasi yaqinda yillik strategik so'zlashish yig'ini so'rinidan foydalanib, Amerikaga F-16C/D urush aeroplanini setib olish loyihasini o'ttirib qo'ygan. Biroq soni aslidagi 66 donadan ozlab 24 donaga tushgan. Tayvan bexatarlik tarmoqlarining yuqori qatlami 8-12 kuni bu ishni isbotlashni xohlamagan. Tayvan mudofaa tarmoqlari va havo armiya qo'mondonlik shtabimi konkret harakat qo'llanmaganligini ta'kidlagan. Egilnisha, Amerika bilan Tayvanning yillik Monterey dialogi mushu oyning 5-da Amerikada o'tkazilgan. Tayvan tarafdan Davlat bexatarlik komitetining muavin katibi Liu Xiaorong va Tayvan mudofaa tarmoqi harbiy siyosiy muavin mas'uli Yang Nianzu vakil bo'lib qatnashgan. Yang Nianzu so'zlashishdan keyin Washingtonga yurib ketgan. Uchurda ko'rsatilishicha, Tayvan yig'inda Amerikaga F-16C/D urush aeroplanini setib olish loyihasini o'ttirib qo'ygan. Ammo soni faqat 24 dona ekan. Davlat bexatarlik yuqori qatlami bu ishni qat'iy inkor qilgan. Urush aeroplani setib olishni o'ttirib qo'yishga havo armiyasi va Tayvan mudofaa tarmoqlari mas'ul ekanligini, Monterey yig'ini harbiy qurol yarog' setib olishga chetilmaydiganligini ta'kidlagan. Misrda tarixiy o'zgarish. Misr prezidenti Muhammad Mursi 8-12 kuni davlat mudofaa ministri Husayn Tantavi
va bosh qo'mondan Sami Annanni vazifasidan elib tashlab, u ikkisining o'rniga Abdul Fattah al-Sisini davlat mudofaa ministri, Subhi Sidiqini yangi bosh qo'mondonlikqa tayinladi. Prezident bayonotchisi Ali davlatlik televiziya stansiyasi orqali yangi davlat mudofaa ministri Abdul Fattah Sisining qo'shimcha qurolli qismlar oliy komitetining raislikka tayinlanganligini jakarladi. Ali yana Oliy sudning muavin boshlig'i Mahmud Makkining muavin prezidentlikka tayinlanganligini jakarladi. Bayonotchining deyishicha, Tantavi bilan Sami Annan prezident maslahatchisi bo'lib tayinlangan. Tantavi Muborak davrida Misr qurolli qismlar oliy komitetining raislikka tayinlangan bo'lib, Misrda inqilob bo'lgandan keyin Misrning amaliyotdagi rahbari bo'lib qolgan edi. Mursining Tantavini vazifasidan qoldirishi o'zining Misrning haqiqiy hukmroni bo'lish yo'lidagi oxirgi to'saqni elib o'tganligi hisoblanadi. Bikumul yawma fi nihayati marhalatin hamma fi tarikh bina'i demokratiyatina an-nashi'a. Altaqi bikum wa qad sharafa al-istihqaq ath-thalith min istihqaqatina. Türk muxbir Amerikaning oldini to'sdi. 22 yildan buyon 40 dan ko'proq davlatda muxbirlik qilgan Turkiya TRT muxbiri Abdurrahman Kaskin oldingi kuni Amerika bosh kotibi Hillary Clinton Turkiya bosh ministerlik mahkamasiga kirib, boshqalar bilan ko'rishib, bosh minister Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishmay qaytib chiqayotganda Hillary Clintonning mashinasini to'sib namoyish qildi va musulmonlarni o'ltirma, millatimga tahdid qilma degan lozungini ochdi. Shundaqla maqsadining O'ttir Sharqda bo'layotgan zulmlarni anglatish ekanligini bildirdi. Abdurrahman Kaskin yana mundaq dedi: 2003-yili Iroq urushi boshlanishdan burun idoramni qoyil qilib Iroqqa bordim va TRTga vakolatan Iroq urushini kuzatdim. Urush rayonida eng uzun xizmat qildim. Urush boshlanishdan burun bu urushning butun oldikayni tayyorlanib bo'lgan edi. Kuvaytda Amerika tarafidan 1500 atrofida muxbir tarbiyalashga qatnashtirildi. Bizga qalaymaqan muxbirlik takliflarini qo'ydi. O'zinglarni qo'g'dashni o'rganishinglar uchun tarbiyalashga qatnashsizlar. Biz bilan Iroqqa kirganda hammanglar biz bilan o'xshash so'zlaysizlar. Bergan xabarlaringlar bizning kontrolligimizda bo'ladi dedi. Mustaqil muxbir bo'lish salohiyatim bilan bularni rad qildim va u yerda zulmni to'nigan bo'ldim. Iroq urushida qonliq kaltak top kaltikining qandoq bo'lganligini ko'rdim. Hozir o'xshash jarayon Suriya uchun yurgizilyapti. Lekin hech kim buni jasurlik bilan so'zlay olmaydi. Diplomatiyada kaltak top kaltikining ma'nosi uchuqli tahdid hisoblanadi. Bir davlat raisining kaltak top kaltiki bilan rasmga tortilishi, internetda e'lon qilinishi va ostiga Turkiya bosh ministri bilan ko'rishgan vaqti deb yozilishining ma'nosini ko'chadagi kichik boladan so'rasaqmi deb beralaydi. Ammo buni jasurlik bilan so'zlay oladigan muxbirlarga, siyosatvozlarga ehtiyoj bor. Yuqorqida ko'z qarash bo'yicha qarshiliqimni bildirdim. Buni Clintonning ko'zining ichiga tikilib turib so'zlashni qaror qildim. Muxbir bo'lish suhbatim bilan buni boshqa bir yerda so'zlaydigan o'rin yo'q edi. Oldingi hafta Amerika hukumatı Obamaning kaltak to'p tutib Erdo'g'an bilan telefonda so'zlashayotgan rasmini rasmiy hukumat to'rbatiga chiqargan. Turkiya va dunyodagi nurg'un davlatlarda kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Milletimi tehdit etme! Müslümanları öldürme! Otobüse. Aç kapıyı aç! Aç kapıyı! Aç! Yavaş. Gir içeri!